Nisbiy almashlar mavzusi ikkinchi qism. Asosan test ishlash texnikasi haqida gap ketyapti. Shuning uchun batafsil to'xtalib o'tirmaymiz. Testdagi texnik usullarini o'rgatish orqali mavzuni sekin-asta olib boramiz. Demak, bu safargisi which. Whichda bir narsa muhim, ya'ni undan oldin keladigan so'z insonni ifodalamasligi kerak. Ya'ni masalan nuqtalar o'rnida beriladi. Deylik, qaradik. Masalan the story nuqta desak is interesting tarzida test tursa. Masalan, yoki mana bu yerda the lion nuqta lives in the forest tursin. Masalan, mana shu yerda qaysi nisbiy almashni qo'yasan desa, siz bir jihatga e'tibor bering. Nuqtalardan oldingi qism muhim. Mana bu yerda story jonsiz, insonni ifodalamaydi. Hikoya degani lion jonli, lekin insonni ifodalamaydi. Shuning uchun mana shu yerda insonni ifodalamaydigan nisbiy almash which bo'ladi. Va nuqtalar o'rniga men whichni qo'yib chiqaman. Story which. Va lionga ham xuddi shunday which so'zini biriktiraman. Sabab lion insonni ifodalamaydi, jonzotlarni bildiradi. Story hikoya jonsiz narsa, ya'ni insonni ifodalamagan har qanday predmet bilan keladigan nisbiy almash which. Eslatma. Agar testda biz whichni topmasak, shu joyda z ni belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi gap, masalan, test variantlari orasida which topilmay qolsa, the story z is interesting. Xato ketyapti-da yozuv. Interesting variantini olamiz. Ya'ni whichning o'rniga z ni qo'yamiz. Keyingisi whose. Whose'ni bitta yaxshi narsasi bor. Ikkala tarafdan ot olishi kerak. Boshqa nisbiy almashlarda bunaqa xususiyat yo'q. Umuman ikkala tarafi ot bo'lishi kerak. Masalan, qaradik. I have a cat. Mana shu yerda cat ot. Whose name is Momiq deylik. Momiq. Mana shu yerga whose ishlatdim. Nega? Sababi bor. Mana bu yerda cat, ot va name so'zi ot so'z turkumiga mansub. Demak, ikki otni orasiga joylashadigan nisbiy almash bu yerda whose bo'lishi kerak. Keyingisi where. Where asosan gapni asl shakliga qaytarib ko'rganimizda mana bu joy nomi bilan ishlatiladi, joy nomlari bilan asosan, va faqat yodda tursin, where'ni qo'yishimiz uchun gapni ichiga mana bu here yoki there so'zlarini kiritsak, ma'no buzilmasa where qo'yiladi. Chunki joy nomi bilan ishlatiladigan mana bu which degan nisbiy almash ham mavjud. Endi bajarib ko'rsatamiz. Masalan, qaradik. I live in a city yoki I live in Samarkand desak joy nomi, which is beautiful. Which is beautiful. Nega men which ni ishlatdim? Samarqand joy nomi, lekin which ni ishlatishim kerak, chunki insonni ifodalamaydi. Sababi bu yerda men here yoki there ni qo'ysam gapning mazmuni buziladi. Sabab mana bu yerda which ni olib tashlab there ni qo'yib ko'ramiz. Hozir qarang. I live in Samarkand. Which ni olib tashladim. Is beautiful there desam to'g'ri kelmaydi. Chunki mana bu yerda is ni
oldida nimadir kelish kerak. Itmi, hemi, shemi nimadir bo'lish kerak. Bu yerda ega yo'qligini hisobiga mana shu tarzda yozilgan gap xato. Shu sababdan men whichni ishlataman. Yoki bitta belgisi bor. Belgi whichda joy nomlari bilan which kelganda har doim which plus fe'l tarzida joylashishi kerak bo'ladi. Where kelganda aksincha. Where'da plus ega fe'l kelishi kerak. Ega plus fe'l joylashadi. Va where'dagi gapni there bilan bemalol almashtira olamiz. Masalan, qaradik. Samarkand is a place. Samarqand shunday bir joyki, where I was born. Men u yerda tug'ilganman. Endi men where'ni olib tashlab zerni qo'yaman. Gaplarni sodda gapga aylantirgan holatda. Samarqand is a place. Nuqta I was born there masalan. Gapni bo'ldim men. Where'ni olib tashlab gapga zerni biriktirdim. Bu yerda ega fe'li bor. Ega mana bu yerda I was fe'l. Endi Samarqand joy, men u yerda tug'ilganman bo'ldi va ma'no buzilmadi. Shunga ko'ra where ishlatdim. Ya'ni where'ning belgisi ega fe'l olishligida. Which'ning joylarga nisbatan ishlatilgandagi belgisi faqat va faqat fe'l olishida. Ana endi bir narsa yodda tursin, agar testda where bo'lmay qolsa-chi degan joyi bor. Agar testda where bo'lmay qolsa, biz quyidagicha so'zdan foydalanamiz. Ya'ni eslatma qarang, mana bu yerda belgilab o'tib ketayim. Predloglarni kelishi borda, chunki bu joy nomlari bilan ishlatilgandan keyin. Xo'p, hozir rangni o'zgartiramiz. Where dan keyin predlog kelsin. Mana bu yerda where dan keyin inni joylashtirdim. Endi predlogni where ning yoniga chiqarganimda qanaqa o'zgarish bo'ladi qaraymiz. Samarkand is a place in which I was born. Bu yerda men inni boshiga chiqardim, natijada where which ga o'zgardi. Endi keyingisi bor, buni boshqacha shakli bor. Agar testda bu ikkala yuqoridagi variant ham ko'zga tashlanmasa, ana asosan predlogiga qaraymiz. Predlog qayerda kelish kelmasiga ko'ra, agar predlog oxirida joylashsa where, boshida joylashsa which. Agar where predlog oxirida bo'lib where kelmagan taqdirda biz z ni olishga majbur bo'lamiz. Ya'ni z I was born in tarzida. Ya'ni agar variantlar orasida in oxirida predlog turib, lekin gapda variantda where bo'lmasa, o'sha holatda z olinadi. Keyingi nisbiy almash bu what. What nisbiy almash bo'lib kelganda asosan ikki xil jihati bor. Narsa deb tarjima qilinadi. Asosan what bilan kelganda shu tarjima bilan ishlaymiz. Narsa yoki tarjimaga moslanadi. Masalan, yoki narsani o'rniga nima ham deb kelishi mumkin. Gapni boshida kelsa narsa deb tarjima qilasiz, gapni o'rtasida kelsa nima deb tarjima qilasiz. Masalan, what I need. Menga kerak narsa deb tarjima qilaman, chunki gapni boshida turdi. Endi do what I told. Men nima aytgan bo'lsam bajar. Gapni o'rtasida keldi, nima deb tarjima qildim. Gapni boshida keldi, narsa deb tarjima qildim. Asosan whatni tarjimasidan aniqlab olamiz. Tarjimasiz holatda qo'yib bo'lmaydi, shunchaki belgisi yo'q, asosan tarjima bilan. Lekin yuqoridagi aytilgan barcha qoidalardagilar asosan kalit so'zlarga doir ishlaydi, ya'ni o'zini belgilari bor. Mana shu belgilardan foydalangan holatda ularni qay tariqa ishlatilishini topib olishimiz mumkin va bundan keyingisida endi muhim qoidalarimiz qoldi, ya'ni istisnoli qoidalar, nisbiy almashlarga doir muhim belgilar testlarda ko'p uchrab qolishi mumkin bunday holatlar va bu keyingi videolarda